Assalomu alaykum azizlarim, omonmisiz? Tug'ilgan kun va kun tabriklari eshitishi bilan studiya mikrofonlari qarshisida kamina boshlovchingiz Nilufar Nurxalim. Bugun tavallud ayyomini nishonlayotgan yaxshilarimga yaxshi kuningiz muborak bo'lsin deyman. Va albatta Telegram sahifamga kelgan tabriklarni o'z egalari tomon yetkazishda davom etaman. Jonli qo'ng'iroqni boshlaymiz. Alo, assalomu alaykum. Zuhraxon onajonim, omonmisiz? Alo. Assalomu alaykum, Zuhraxon onajonim, omonmisiz? Ha, rahmat. Men tug'ilgan kun va kun tabriklari boshlovchisi Nilufarxon bo'laman. Aha. Onajonim, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin, umringiz uzoq, rizqingiz butun bo'lsin. Rahmat. Bugun sizni biz orqali xursand qilmoqchi bo'lgan, o'zini go'zal tilaklarini yo'llamoqchi bo'lgan yaqinlaringiz bor. Ularni taxmin qilib ko'ra olasizmi? Ha. Bilmasam. Sizni juda yaqin insoningiz, albatta. Qizingiz Shahnozaxon opajonim nomlaridan bugungi tug'ilgan kuningiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Hamisha shu farzandlaringizni baxtiga sog' salomat bo'lib yuring, ularni rohatini, kamolotini ko'rib yuring. Rahmat. Albatta shular qatorida turmush o'rtog'ingiz Abduvali aka, qizlaringiz Shahnozaxon, Farangizxon, o'g'lingiz Rahmonjon, keliningiz Shahnozaxon va albatta kuyovlaringiz Furqatjon hamda Jasurjonlarning ham tabriklarini qabul qilib olsangiz. Rahmat. Ilohim hamisha shu yaqinlaringizni baxtiga sog' salomat bo'ling. Hamisha ana shu yaqinlaringizni seviklisi bo'lib, ularning ardoqlarida bo'lib yuring. Ha, ilohim aytgansiz. Va albatta Shahnozaxon opajonim aytdilarki, Nilufarxon onajonim juda chiroyli qilib tabriklab bering. Ularni juda ham yaxshi ko'raman. Hamisha baxtimizga sog' bo'lsinlar deganlar. Aha. Mehr-ummoniga ko'mdingiz hardam, atrofimda doim bo'lib parvona. Qancha rahmat aytsam tuyuladi kam. Tavallud kuningiz muborak ona. Biz uchun eng yaxshi o'rnak bo'ldingiz. Go'yo siz sabrga timsol yagona. Biz bilan dard chekib kulsak kuldingiz. Tavallud kuningiz muborak ona. Vaqtlar o'tar ekan ulg'aydik shaksiz, ammo siz borsizki, bo'lamiz yana. Bir umr havodek bizga keraksiz. Tavallud kuningiz muborak ona. Yoshingiz yuzlarga kirsin iloyim. Ka'bani tutqazsin sizga Xudoyim. Baxtlarga burkanib yashangiz doim. Tavallud kuningiz muborak ona. Zuhraxon onajonim, albatta shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Allohimga chin banda Sayyidimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga ummat bo'lgan kuningiz muborak bo'lsin. Rahmat. Ilohim hamisha Allohim sizni yaxshilar qatorida qilsin. Ana shu yaxshilaringizni baxtiga hamisha sog' salomat bo'lib yuring. Uyingizda hamisha yaxshi kunlar, shodiyonalar, to'ylar, tantanalar bo'laversin. Rahmat. Siz ham sog' bo'linglar. Ilohim hamisha ana shu aziz farzandlaringizni